Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 2008-yil 4-oyda 2-chi qatim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi. Avtori Abdullah Talib. 22-bob. Qo'rqmas yurak. 1. Lutfullah bilan Munirdinning yatalmasdan qaytib kirganiga bugun to'g'ri bir hafta bo'lgan edi. Bugun oqshom Munirdinning kallasiga intayin ciddi bir iş kirib oldi-da, onun kallasini xiyol chirmivlib tit bo'latdi. Bir ansizlik uni bearam qilib, qandaqdir bir mudish vahima qalbini azoblaydi. U birdan karvatdagi yotgan ko'rpisi ustiga beshini qo'yib, putini olmab yetib baqdi. Andin yana ikki qo'lini gajgisiga giralashtirib, tamning bulungiga qarab yetib, xiyoliga ketdi. U azaplı xiyaldan ve yürəkini mucuvatqan vahimidin zinhar xali bolalmadı-da, yana o'rnidan turib ketdi. Yotiqi ichida uzoqcha u yoqdan bu yoqqa mengishqa boshladi. Bu ish, deydi u o'z-o'ziga, intayin nurg'un munavvar ziyolilarimizning va jamiyatdagi nurg'un oq ko'ngil kishilarimizning taqdiriga munosabatlik. Bu masalaga sal qarashqa, bexudlik qilishqa aslo bo'lmaydi. Munirdin ikki qo'lini orqasiga tutib mengib yurib, to'xtamay xiyol qilatdi. U oxirida mundaq qarorga keldi. Bexudlik, behuda qurbon berishga ilib bordi. Men hozirla Osmonning uyiga berib beqishim kerak. Munirdin al oyog'i besiqqan chog'da o'zi yolg'iz yetayotgan hujra eshigini taqidida sirtqa qarab mandi. U shimoliy darvozadan chiqib, kona mabxonaga borgandan keyin kichik xalta ko'chaga kirib, bir tüp yolg'iz terakning tuvida to'xtadi-da, atrofni inchga kuzatdi. Atrofda hech nima ko'rinmadi va hech qanday shapmi anglanmadi. Munirdin terak tuvidagi eshigi yo'q kichik qoro ichiga g'ippida kirib oldi-da, qoroning bulungidagi kichik eshikni yiniga berib, uy ichiga quloq soldi. Uyning ichidan bir mo'mayning o'ksib yig'ilishi va ayet o'qiyotganligi anglandi. Munirdin eshikni asta chekdi. Kim? Dedi mo'may yig'isini to'xtatib. Men eshikni ochsala ana. Mo'may asta o'rnidan turib, qora chirg'ini yo'ritib eshikni ochdi. Munirdin uyga kirgandan keyin mo'may yana yig'lab, o'zini zodila to'xtatolmadi. Yig'ilmislar mo'ma, nima gap bu? Nim bo'ldi? Dedi Munirdin mo'mayni o'ltirishga da'vat qilib. Nim bo'lmoqchi de balam, dedi mo'may javob berib. Osman bir necha kun burun chiqib ketganicha uyga qaytib kelmadi. Voy yurikim. U voy yurikim degan peti ikki qo'lida og'riqli qo'zg'alib turayotgan ko'ksini mujib bir hazog'icha so'zlay olmay qoldi. Bugun oqshom Munirdin hujrasida xotirjam bo'lolmay mo'mayni yo'qlab kelishimi dal mushu ish uchun edi. Chunki u bugun namozdigar bilan Osman haqida bir shum xabar anglab, ko'ngli dakka-dukka ichida qolgan. Oxiri ahvolni aniqlamoq bo'lib bu yerga kelgan edi. Dam ilib asta so'zlislar ana. Munirdin mo'may o'ng'ishli olg'icha kutdi. U nima xabar anglarmankin deb taqazzo bo'latdi. Bir ozdan keyin mo'may yana so'zni davomlashtirdi. Yili gugum tushgan chog'da kuzaynaklik uchsaqchi kelib, an avu bulon yenida turgan kichik to'mir sanduqni aqtirib, ichidan balamning daftar kitoblarini qo'ymay akitishdi. Shuningdan keyin uyqum kelmadi. Yurkim o'rkinib, o'zimni qonga atdim. Oxiri yana tirimshib, o'rnimdan qo'pib, Xudoyimga nola qilib o'ltirishim balam. Osman nima bo'lgandi? Uningga nima falokat yetgandi balam? Men bir ojiz tulxotun. Dardni ko'targichlikim yo'q balam. Osman yetim bola emasmi? Bu sho'r peshonamni nima desam bo'lar? Bala qazon nimishqa bizgalar chaplashib oldigando balam. Munirdin bir tarafdan mo'mayga tasalli berib, uning yig'isini to'xtatishga tirishatdi. Yana bir tarafdan sodir bo'lgan voqeadan jiddiylashib, yana allaqanday xiyollar dengizga cho'kib ketdi. Bir ozdan keyin Munirdin yana as-o'shni yig'ib oldi-da. G'am qilmislar ana. Sizlar degandek Osman yosh, u hech qanday ishmi qilmaydi. Uningga sizlar
g'am qilgudek balo qazomi kelmaydi. Men ahvolni surishtirib sizlarga xabar beraman. Sizlarga biz qaraymiz. Men keyin yana kelaman. Xayr xo'sh, dedi Momayga. Munirdan Momay bilan xo'shishib ko'chaga chiqdi va 100 qadamcha minib, ko'cha og'zida birdam turib qoldi. Uning tashvishi texmi kuchaygan edi. Osmanni ular qandoq usul bilan qopqonga dasatgandi. Hekim qandoq qilib temir sanduqdagi xotir daftar tashkilot tizimligini bilib olgandi. U o'z-o'ziga yo'lda ketib savol qo'yatdi, lekin javob topolmaydi. Taktiga yetolmaydi. Oxiri u bu ishdan Lutfullani tezroq xabarlantirish qaroriga keldi-da, Udul gizitxona tarafga qarab mandi. Bu kecha havo ochiq bo'lib, osmonda son-sanoqsiz yulduzlar chaqnab turadi. Ay allaqachon o'ltirib ketgan. Ko'chalar qop-qorong'u bo'lib, shahar uyquga patgan edi. Yiroqdan faqat jisakchilarning dastikidan tak-tak qilgan ovozlar anglanib turadi. Osmanning taqdiridan Lutfulla texi xabarsiz edi. U bugun tushda Yodikorning onasi Tajin Saxon onani yo'qladi. Tajin Saxon ona doktorxonadan yengila chiqib, uyida dam ilvatadi. Momay Lutfullani ko'ribla xushalliqida qizlariga chekib, "Qizim Gulandam, mang yur, Lutfulla akaning oyig'iga istiraq sol. Dilbar, sen berib shoir akaning beshidan yog'och o'sh", dedi. Uyning ichida paraqida kulishmak bo'lib ketdi. Momayga qaravatgan Gulandam bilan Dilbar shoir akasining kirishi bilan tang xushal bo'lishib chiroylari bo'lakchilar ichilib ketishdi. "Ana", dedi Lutfulla. Tajin Saxon Momayga yaqin kelib, "Men pat-patla kelib, sizni yo'qlab turyapman. Menga isiriq salmysizlarmi, bo'laverdi emasmi?" Momay Lutfullaning so'zini anglab kulib ketdi. "O'g'o, rost balam, seni kunda ko'rgimiz keladi. Isiriq silish, yog'och o'shtosh ko'ngil yaqinliqning belgisi, seg'inishning ifodasi", dedi muloyimlik bilan. "Ana, xili timan ko'ranila, salomatliklardan xushal bo'layapman. Xili mag'durumga kelib, bejirim, turgun bo'lib qoldim. 2 oy burun kirpidak tugilib, madarim qolmagan edi. U chaqda jinimdan umid uzgan edim. Doktorxonada sening bilan rizolik ilishib bo'lgan edim bolam. Sening rahim shafqating, doktor og'aylarining menga qilgan g'amxo'rligi bilan yana bir necha vaqt kunning seriqini ko'ra oladigan o'xshayman. Hozir xili bejirim bo'lib qoldim." Lutfulla bilan Momay xili uzungacha paranglashdi. Tajin Saxon Momay bugun Lutfullaga yana ko'nglidagi ichsirini to'kilish uchun Gulandam bilan Dilbarni parangdan yiroqlashtirish niyatida. "Qizlarim, akanglar lag'man sig'inib qolgandi. Sizlar hovlidagi o'choqqa o't yiqib, inchik eshib, o'xshitib lag'man etinglar", deb qizlariga topiladi. "Ko'nglimizdagini topding ana", dedi Gulandam. "Bizmi Lutfulla akamga lag'man etib berayli deb o'ylashib turatdik. Qani amsa, chaqqan tutish qilinglar, aqlli qizlarim." Gulandam bilan Dilbar uydan chiqib ketdi. Tajin Saxon Momay qizlarining uydan chiqib ketgan vaqtidan foydalanib, ba'zi odamlarning hayoti boshdan oxir ichqorilik, kushendilik bilan o'tadigan bolam. Men doktorxonada sana mushu to'g'rida so'zlayotgan chig'imda Yunusning opasi Zaynabxon so'zimga qo'shib silib, gapimni tugatkili qo'ymadi. Tamoq pishqichilik men yana shu gapimning ayg'ini tushirayotmasam, ko'nglim zada tinmaydi bolam, dedi Lutfullaga. Tajin Saxon Momay eshik tarafga bir qarab o'tib, "Hozir yatsam qopsam mushu 2 qizimning keyingi turmushdan ansirayman. Bo'libmi Gulandamdan beshim qaytyapti. Dilbar bilan Yunusning beshini bog'lab qo'ydik. Uning ustiga Dilbarning ishi texi kichik. Nikoh ishini keyinga sursakmi bo'laveradi. Gap Gulandamning beshini qandoq o'nglashda bo'lyapti. Siz bu ishni qandoq o'ylayapsiz ana?" so'radi Lutfulla. "Gulandamni sening bilan quyuq aralashgan 2 yigit Osman bilan letib likaymin. Tama qilib talishib yurgili uzun bo'ldi. Men bu ishni doktorxonada sening saminga azroq silib o'tdim. Letibnimi men o'z qo'lim bilan baqqan. Gulandam bilan letib bizning uyda bir tuqqandek cho'ng bo'lgan. Bir-birini aksingil deb atishadi. Keyin Osmanmi
Letipmo Gülendemning piyiga tushadigan bo'libdi. Gülendem her ikkisiga parvo qilmay yuriyverdi. Lekin Osman bilan Letip ichchidan adab bir-biriga qiydishib, bir-biridan kunlashib yurishdi. Bizning bog'ning atrofini cho'rgilab ketmaydigan bo'lishdi. Bir kuni bog' temining keyinda ikkalan tutishib qilibdi. Oxirida tig' ko'tirishib, bir-birini bo'g'izlashga tasli qilishibdi. Qo'shnimiz ko'rib qilib, aran tasda ajratibdi. Endi hozir bu ikkalanga yangi bir kushanda paydo bo'ldi. Tajinsaxon Mo'may so'zlab shu yerga kelganda bir tortib to'xtab qoldi. Lutfulla uning so'zining oxirini anglashni taqozolik bilan kutatdi. Tajinsaxon Mo'may sal dam ilib olgandan keyin so'zini yana davomlashtirdi. Cho'ng soqchining boshlig'i Wu Juijan deganning muhofizatchisi Jang degan jallod Gülendemni doktorxonada ko'rib qolgandan keyin haqlardan surishtirib yurib, Gülendemning tigi taktini bilib olibdi. U pat-patla doktorxonaga berib qizimni Gomi Hua deb qichqirdi ekan. Gülendem uni tillab qichqarganiga to'yg'izib etdi ekan. Jang keyingi kunlarda qizimni e'tiborlab baqqan dadisi Mejit Molla qo'ygan musulmoncha Gülendem degan ismni ataydigan bo'lib olibdi. Lekin qizim uni ko'rsa tükürüp ötüp gidedi ekan. Jang bunun bilan to'xtab qolmay, qizimga va menga yaxshilik bo'lish uchun Langar ko'chasidagi ushaq balalarga pul berib va yolvorib yelinib, o'zining ismini Jang Mehmet dangla debdi. Shuningdan keyin bizning mahalladagilar Jang Panaqni ba'zida mazoqlashtirib, Jang Mehmet deyishdi ekan. Lutfulla Tajinsaxon Mo'mayning so'zini anglagan sari qiziqdi va bu intayin kulkilik hikoya ekan ana. Qani oxiri-chi? dedi Mo'mayga ilhom berib. Kulkilik deganing nemasi? dedi Tajinsaxon Mo'may cho'nqur tortib. Hozir ish yomon yerga qarab ketyapti. Jangpanoq Gülendemga zaharli qo'lini sunish uchun avval o'ziga kushandi deb bilgan Letip bilan Osmanni yig'ishtirmoqchi bo'lyapti. Letipni qo'g'lanish atritiga akirib chiqarmaydigan bo'ldi. Osman bir necha kundan buyon aroq ichib yuribdi-dek. Aroq ichgan odamlarning ko'plari runoq topmaydi. Oxir berib bir balo qazoga tiqiladi. Gülendemni bo'lsa qo'g'dinish atritiga sestra bo'lib berisiz deb kayni-kayndan uqtirish kelib to'xtatmayotdi. Qizim Gülendemning meningdan ayrilishga ko'zi qiymaydi. Men bo'lmasam qisinib giledin bir qo'shiq sumi o'tmaydi. Mening hozirgi andisham Mubada zaman buzilib qolsa bizga qas yetib qolarmikin deyman. Qayg'urishning hojati yo'q ana, dedi Lutfulla. Zaman buzilmagicha tuzalmaydi. Yo'q, undaq dema. Siningmi yurking otning beshidan yo'g'on, lekin bak qaramliq qilib ketsangmi bo'lmaydi. Sen bizning uydagilarningla emas, hamma dardmanlarning boshpanohi. Dushman seni qaslab qo'ysa, bizning ishimiz tugaydi. Şuna sagak bol balam. Otni sel çağlama, köydürdü. Düşmanni kichik dema o'ltirdi degan maqol bor emasmi? Lutfulla bilan Mo'mayning so'hbati mushu yerga kelganda Gülendem bilan Dilbar lag'man taqsirlarini ko'tarib kirib keldi. Bugun lag'manimiz ancha o'xshamay qoldi ana, dedi Gülendem bir taqsir lag'manni Lutfullaning oldiga qo'yib. Lutfulla akamning og'ziga tetarmikin tang? Hech vaqasi yo'q balam. Lutfulla akanglar bizning uyda tamoq tanlamaydi. Lutfulla tamoqni yeb bo'lgandan keyin Tajinsaxon Mo'may qizi Gülendem bilan Dilbarni qichqardi. Dilbar qizim, hiliqi yozgan she'ringni Lutfulla akangga o'qib bergin qani. O'z og'zim bilan o'qib berman degan emasmiding? dedi Dilbarga qaratib. Yo'q, keyin o'qib beraman. Xijil bo'ldi ekanman. Uning ustiga texi chalisi bor. O'z akangdanmi xijil bo'lamsan qizim? Texisan u she'rni qo'l yog'liqqa kashtlab Lutfulla akanga yodgor qilman degan emasmiding? Texi kashtlab bo'lolmadim ana. Ma'qul balam. Uning g'ichlik amsa qog'ozga yozib olganini bo'lsa-mo o'qib ber. Dilbar yana izoh tartib turgan edi. Gülendem kelib uning qo'liga asta pichirlab, "Bo'lg'in, tezroq o'qib, onamni charx qo'yimiz", dedi. Dilbar Ağaçsının sözünü anlap yazgan şiirini əkeldi. O şiirga
Lutfulla akam hikoyasidan ta'sirat degan mavzu qo'ygan edi. Buningdan 2-3 kun burun langarlik bir muncha o'g'il qiz balalar hikoya so'zlab berishni talab qilib, Lutfullaning hujrasiga kirgan edi. Lutfulla ularga Uchturpan jigda yig'liqida qahramonlik ko'rsatgan Amanulla bilan Anargulning tarixini, Anargulning qahramonligi va qo'shoqlarini hikoya qilib, yosh o'smirlarga inqilobiy tarbiya bergan edi. Shoirning hikoyasini Dilbarmo anglagan. Dilbar hikoyani anglab shunchalik cho'nqur ta'sir oldiki, u bir necha kungachilik Anarguldek jangda javlon qilib tush ko'radigan bo'lib ketdi. U xuddi Anarguldek qahramon qiz bo'lishni orzu qiladi. U oldi bilan shoirga o'zining kurash qasimini she'riy usul bilan bildirib, keyin Anarguldek amaliyotda ko'rsatishga bel bog'lamoqchi bo'ldi. Shunga o'zining bu she'rini yolg'iz qog'ozgina emas, balki qo'lyog'liqqa kashtilab tikib, Lutfullaga sovg'a qilib, o'zining irodasini bildirmoqchi edi. Hozir u onasining ham otasining talabi bilan Lutfulla akam hikoyasidan ta'sirat degan she'rini o'qiganida Tajin Saxan Momayla emas, hatto Lutfullami bu jigarlik qizning irodasi va o'tliq qasmidan hayajonlanib, ko'zlariga yosh oldi. Lutfulla bugun Tajin Saxan Momayning hikoyasidan, Gülandamning mazlik tamaqidan, bo'libmi Dilbarning jushqun she'riy lirikasidan lazzatlanib, uyiga qaytib kelganida xili kech kirib qolgan edi. Lekin u yanila ijodiyat bilan shug'ullanib, taki tun yerim bo'lgan chaqda ondan qalamini to'xtatdi va yengila yetib turishiga ishki asta, lekin g'ayri normal bir holatda chekildi. Kim? Men ishni Lutfulla Munirdin ekanligini his qildi-da, o'rnidan turib ishni ochdi. Munirdinning yuzida qon didori qolmagan, u bakmo jiddiylashgan edi. Lutfulla uni avval o'rindiqqa taklif qildi. Arqadan uning hozirgi ruhiy holatini bilmaganga silib, "Gayjanglar, bugungi ko'cha aylanish navbatini sizga o'tinib berdim-o nima?" deb chaqchaq qilishga boshladi. "Ko'ring, sizning bu chaqchiqingizni", dedi Munirdin. "Bahramonlik shohlikdan ortiqda, hozir ish boshqacha. Nim bo'pti? To'pon balasi bo'libdimi? Yo'q. Qo'sh tapdan chiqib ketibdi. Osmon nech kundan buyon uyiga kelmabdi. Bugun oqshom go'gum vaqti bilan ko'zaynaklik ushsaqchi uning uyini aqtirib, iliqi omonat qo'ygan narsalarimizni akitishibdi. Hozir men shu yerdan kelishim. Andish kerak emas", dedi shoir huduqmasdan. "G'oziyona Oqsuvga biz g'azot qilish uchun kelgan. Hech vaqasi yo'q. Uyg'o shundoq beshimizga kelganini ko'ramiz. Biroqning oxirichi sizni qachuratmasak bo'lmaydi." Shoir bu so'zni anglab o'rnidan dast turib, qaqoqlab kulib ketdi va hujra ichini bir aylanib chiqib Munirdinga, "Yo'q, men chashqon bo'lishni xohlamayman", dedi. "Undaq demang, sizni saqlab qolsak, butun xalqimizning baxti. Bizning hammamizni yo'g'irsimi sizga yetolmaymiz. Sizni yo'lga silotayli. Bultur ilidan bir savoqtishim kelib, ketish maslahatlarini daritqandimi men rad qilgan. Men hozir sizga shuni deyman. Men dar oldinmi shuni deyman. Men tili bilan dili boshqa bo'lg'uchlardan emasman. Men sizga munu she'rimni o'qib beray. Chilish putla dushmanni o'rta o'tqa yoq. Yipish g'olibiyatga, saodatga ko'krak yoq. Keskin minut yetib jiningga kelsa imtihon, dema hargiz qurban biraymu ya yoq. Shoir bu she'rni deklamatsiya qilganda uning ovozidan uy ichi jaranglab ketdi. Uning ikki mushti qattiq tugilgan edi. Shunqar ninkidek ko'zlaridan o't chaqnaydi. Uning butun vujudi po'latga aylangan edi. "Mana bu mening qasmim va xitobim. Tinch sharoitda har kim so'zlayalaydi, yozalaydi. Boshqa kun tushganda-chu, ig'ir sinoqlarda-chu, o'lim beshingga kelganda-chu", dedi u yana Munirdinga tikilib turib. Munirdin Lutfullaning qaysarligiga azaldan qoyil edi, lekin uni asrab qilish
Zörüriyetinden qancha qilib baqsımı, uni hozir yumuştalmadi-da, jim bo'lib turib qoldi. Arqadan Lutfulla sanduqidan bir muncha kiyim-kechak va 20 so'mcha pulni elib, Munirdanga tutqizib, "Buni hozir Osmonning onasiga yetkazib bering. U turmushiga ishlasin. Qolgan ishni vaqt kelganda ko'ramiz", dedi. "Bo'ladi", dedi Munirdan. "Momayga meningmi atag'anlarim bor. Men bugun kechila yetkazib beray. Lekin sizmo mening fikrimni olsangiz, sizni turda o'syon yatolmasqa opirib qo'yib kelsa, shu yerda bir necha kun turib tursangiz, uningcha vaziyat taraqqiyotini kuzatib sizga xabar bersak qandoq?" Yatolmas yesining iti chiqqan hamon Lutfullaning esiga darhol Rustamning o'g'li Farhodga o'yinchoq tapancha opirib bermak bo'lgan va'dasi keldi-da, sal o'ylanib turib qoldi va oxirida qarorlashtirib, "Bo'ladi. İzbasar jangchimiz Farhodga tapancha yetkazib berish va'damni ado qilish uchun barsam baray", dedi. Lutfullaning og'zidan "barsam baray" degan so'z chiqqan hamon Munirdan xushalliqida Turdi Hüseyinni qichqirishga mandi. U Turdi Hüseyinga bo'lib o'tgan voqeani to'liq uqtirdi va yatolmasqa borganda Rustam bilan Nurullaga shoirni Bo'ston'dagi partizanlar sepiga yetkazib qo'yishni havola qilishni topaladi. Ular Lutfullaning uyiga kirganda shoir Farhodga atab saqlab yurgan tapanchini qo'lida tutib turadi. Lutfulla bilan Turdi Hüseyin yatolmasqa qarab manganda tun 20dan o'tib ketgan edi. 2. Shoir bilan Turdi Hüseyin shu kechada piyoda yo'l yurib, tong suzilishining oldida yatolmasqa yetib bordi. Rustam bola chaqlari bilan shirin uyquda yotadi. Turdi eshikni chekdi. "Kim?" dedi Rustam uyqusidan darhol uyg'onib. "Li Mutallib bilan men." Rustam shoirning nomini anglabla darhol o'rnidan turdi-da, eshikni ichib ularni uyiga boshladi. "Ko'k to'lg'oqning tong sahardagi mungluq sayrishni anglab olayli deb kelishimiz", dedi shoir uyiga kira-kirmayla chaqchaq qilib. "Bak yaxshi bo'libdi", dedi Rustam. "Ishlarning qavishi kuchayganda kishi ko'k to'lg'oqning ovozini xumor qiladi. Men atigan sizni yo'qlab kirmoqchi edim. Yilimi omon esan ekansiz. Buning uchun ichimdan xushal bo'layapman." Lutfulla Rustamning "yilimi omon esan ekansiz" degan so'zni bir quruq xiyolidan o'tkazdi-da, "Yangi xabar oldingizmi nima?" deb so'radi undan. "Mening yengila soqchi idorasiga o'rlashgan navri inim Yunus baya sizning oldingizda bir xabar yetkazib kirib ketdi. U yana mushu xabarni sizga yetkazib qo'yishimni jikigan edi. Shunga men sizni ata izlamoqchi bo'lib turadim." Yunus nim dedi? "Oldingi kuni Xubtan orliqida Osmonni viloyatlik soqchi idorasining turmasiga qamab qo'yibdi. Uni nadan tutdi? Vang Savuzning uyidan." Shoir mayxona xo'jayini Vang Savuzidagi ayolning nomi chiqqandan keyin Jasus Hekim va Mehmet Aysalarni aslida mushtini qattiq tugib turib, "Demak, qopqon mushunda qurilgan ekan-da", dedi. "Shunga ishlar g'aljirlashmoqda da'vatman. Yunusning aytishicha, cho'ng tutqun amdi boshlangudakmish. Sizning bugun chiqqaningiz bak yaxshi bo'ldi. Men hozirla Nurullaga xabar qilaman. Sizni Qo'roldondagi bir og'inamning uyiga otliq opirib qo'ymoqchimiz. Buni Nurulla bilanmi kelishib qo'ydik." Lutfulla Mutallib bu so'zlar ajab Munirdanning so'zi bilan bir yerdan chiqyotdi deb hayron bo'layotgan edi. Otasining so'zidan uyqusi echilib ketgan Farhodjon beshini ko'tarib ko'zini toza bir uvolib olib, o'ltirganlar ichidan Lutfulla Mutallibni ko'rib oldi-da, darhol yotqinini cho'rib tashlab, o'rnidan qo'pqan piti yugurib kelib, shoirning quchqiga etildi va uning yuz ko'zini so'yib ketdi. Shoirmi darhol omoq Farhodjonni quchqiga ilib, peshonasiga so'ydi. "Menga tapancha keldingizmi?" dedi Farhodjon. Shoirning ingikini muloyim silab turib, bir xil yiqimliq erkilash bilan, "Aqlliq Batur, tapanchani unutib qolmabdi", dedi shoir. "Mana keldim." Lutfulla darhol yonchuqidan o'yinchoq tapanchani elib Farhodjonga berdi. Farhod tapanchani qo'liga elib, qaltis xushal bo'lib ketdi. U tapanchaning tepkisini besib, charsildatib ovoz chiqaratdi.
Lutfulla Farhatning xushalligidan huzurlanib, o'zining o'tgan yili dal mushu chaqda e'lon qilgan Yillarga javob nomli jangovar she'ridagi munu misralarni esiga oldi. Yillar maydonni tutib qaqoqlab kulma. Oldingda qizirishdan ortiq ko'raman o'limni. Qiritaman deb ortiq ko'ngil bo'lma. Oxirgi jangga atab qo'ydim o'g'limni. Uning atab qo'ygani ana hozir uning ko'z oldida o'zi akilib bergan tapanchini mashq qilib kang ustida pirqirab o'ynayotgan Farhatdek minglagan vatan farzandlari edi. Lutfulla ashu xiyollar bilan rasmiy tang suzilgan chaqda ko'zi ixtiyorsiz uyquga ketdi-da, o'rnida uxlab qoldi. Rustam bilan Turdi Hüseyun asta o'rinlaridan turishdi. Rustam Turdi Hüseyunga choy bergandan keyin yo'lga silib qo'ydi. Rustam shoir o'rnidan turishdan burun Nurullohga xabar qilib, ikkisi Lutfullani qandaq yo'lga silish to'g'risida tafsiliy maslahatlashdi. "Bizding aplikrak", dedi Nurulloh. "U yerda mening tanishlarim bor." Rustam do'stining fikriga qo'shildi, lekin shoirni buningga ko'ndirish osonga tushmaydi. Shundaqdimi, ular ot hozirlash to'g'risida xili uzun o'ylashdi. "Otni tag'amlarninkidan hal qilaman. Agar jabduqlarmo xil, Lutfullani o'zim birga olib o'rlashtiraman. Shoir o'yg'ongan hamon biznikiga ketayli. Bizning uy ozada ham chattirak", dedi yana Nurulloh oxirida. Rustam do'stining bu fikriga ma'qul bo'lgandan keyin Nurulloh uyiga berib, Lutfullohga choy tayyorlab bo'lib, yana Rustamninkiga qaytib keldi. Lutfulloh amdila o'rindan turganda Nurulloh shoirga salom berib, "Oqshom chiqqanligingizni hilil anglab yetib kelishim, uyqungiz qongandi?" deb so'radi. "Necha kechalab", dedi shoir Nurulloh bilan qo'l ilishib ko'rishib. "Yezish bilan bo'lib uyqusirab ketibdiman. Bugun uyqum sal qinibdi. Men sizni alaydan chaqirib olmoqchi edim. Sizning yetib kelganingiz qo'ymo uxtasiga keldi. Mening uyim ham ozoda. Bugundan boshlab 1-2 kun menga mehmon bo'lasiz, ham dam olasiz. Yezishingizga shart-sharoit hozirlab beralayman." Dehqon yigitlari Lutfullani boshlab mandi. Ular Rustamninkidan chiqib, qatma-qat chinar zarliqni aralab, alohida bir chaqirimcha mang'andan keyin Nurullohning uyiga yetib kelishdi. "Qani, uyimizga qadam tashrif qiling", dedi Nurulloh. Nurulloh shoirni xoli bir uyga boshladi va ancha hayol bo'lmayla shira qo'yib choy akeldi. Orqadan uzundan beri saqlab kelgan musallas kozisini ko'tarib kelib, "Uzum dorisi tangi dava. Bu 1 yilning mabaynida rasa voyiga yetdi. Tamoq bilan aplishidu. Shunga uni dora deb atishidu", dedi. Nurulloh so'zlab etib piyolalarga musallas qo'yib, Lutfulloh Mutallib bilan Rustamning oldiga qo'ydi. Ular xush chaqchaq kulkilar bilan birer soat tamoq yeyishib o'ltirishdi. "Biz", dedi oxirdan Nurulloh, "boshqa paranglarimizni keyin qilishimiz. Men hozir sizga ashu ozoda xoli uyga o'rin joylab beraman. Siz xotirjam dam oling." Shoir joylashib bo'lgandan keyin Nurulloh bilan Rustam sirtqa chiqib, o'zaro yana so'zlashib oldi. "Otni tezroq tayyorla", dedi Rustam og'inisi Nurullohga. "Men yana 3 kundan keyin kelaman. Biz shu chaqda shoir bilan qayta so'zlashib, birlikka kelgandan keyin ondan kechalab yurib ketinglar." "Bo'ladi", dedi Nurulloh. Rustamning so'ziga qo'shilib, "Lekin shoirning kiyimini yangushlash lozim. Men ot topsam, sen bir qirg'iz qalpiqi, bir o'tuk, bir salma yoqliq fuqarochi chapon tayyorlasang. Chapon bilan o'tuk menda bor. Navoda qirg'iz qalpiqi tepilmay qolsa, xaman tepganda kiyib oldigan Uyg'ur qalpiqimi bo'laveradi. Men shunda qalpoqdan birini topay." Ikkalan putishgandan keyin Rustam qo'shishib uyi tarafga manganda, Nurulloh uni qichqirib, "Adash, bu ishqa faqas bo'layli. Insijin anlamasin. Bo'libmi har ikkimizning bola chaqalarimiz anlamasin. Xotin kishining tili chichidinmi uzun. Buni o'zingmi yaxshi bilasan", deb ogohlantirdi. "Buni obdan dedim. Her ikkimiz sir saqlayli." Ikki dehqon yigit shuningdan keyin jiddiy tayyorlik bilan bo'ldi.
at va kiyim-kechak, non to'qash tal-mutal qilindi. Shoir uyda yaxshi aram oldi va davanlar oshganda romanining oxirini davomli yozdi. 3 kun o'tgandan keyin dal tushda uning qishiga Nurulla bilan Rustam kirib keldi. Nurulla birinchi bo'lib maslahat so'zini boshladi. Bezazir at, yengushlab kiydigan kiyim va non to'qashlarni tal qilib bo'ldik. Kechda bo'zdonga qarab yo'lga chiqamiz. Sizning topshiriqingiz bo'yicha Qurban qilich va 5 gramlik qavul qatorliq sabdoshlarimizni Bilal Azizi orqali partizanlik ko'rishi uchun Bo'zdon va Qo'rg'on tarafga yo'lga silvatdik. Ularning yo'lga chiqib ketganiga bir hafta bo'lib qoldi. U yerdagi kurash sizning rahbarligingizga bog'liq. Lutfulla Nurullaning bu o'rinliq fikrini rad qilmadi, lekin tuvandagi bir talabini o'ttirib qo'yib turib oldi. Men sizlarning fikringlarga qo'shilaman. Bu yil bosh bahorda shahardagi sud mahkamasi oldida bo'lgan dehqonlar isyonida har ikkinlarining fidokorlik ruhi mening qalbimda cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. Shuningdan boshlab sizlar bizning qo'shinimizning jangovar a'zosi bo'lib keldinglar. Bizning hozirgi o'rtaq kurash nishonimiz mundaq bir ulug'vor shuarni muqaddas bayroq qilib jang maydonida ko'tarib minish. Eslarman miltiq etib tavlangan qo'lga, yipsharman bayroq bilan olg'a atlagan yo'lga. Biz mushu shuar ostida yosh uchqun bo'lib uyushdik. Biz cho'qim ozodlik yo'lda cho'ng kurash yolqini chiqaramiz. Shuning uchunmi Tangirtog' bag'riga, ona tog'ning qo'yniga atlanishga tayyorman. Lekin men, dedi u so'zining oxirida, yatqimga kiribla chiqay. Mening qon ta'rimni sarf qilib yozgan roman va boshqa emgak mevalarim dushmanning qo'liga tushib ketmasa. Nurulla bilan Rustam o'zlarining so'ziga, shoirning qo'shlig'iga xo'sh bo'lib ketib, uning fikrini rad qila olmay ma'qul bo'lishdi. Shuning bilan ular kengashni oyoqlashtirib, Lutfullani shaharga uzitib qo'ymoq bo'ldi. Shoir shaharga minishga tamshalganda Nurulla ig'ilga kirib, tayyorlangan tulpar arg'umoqlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rib beqing. Har biri orolning dangliq duldullari, dedi. Nurulla shoirni boshlab otxonaga akirdi. Rastilla 2 kuluk arg'umoq bag'laqliq turadi. Otlar shoirni ko'rib tuyoqlari bilan yerni chopchib, quloqlarini dim qilib xuddi "Mana biz tayyor" degandek chiroyli kishnishadi. "Vatan tuprog'ini", dedi shoir tulparlarning qunduzdek qora yolni silab turib dehqon yigitlarga. "Har bir chimdim topsimi jang duldulining burniga ihbordek puraydi. Shunga jangga kirgan ot usimaydi, armaydi." Lutfulla tulparning yenidan ayrilib shaharga qarab manganda kech peshin bo'lib qolgan edi. Yo'lning ikki qasnig'idagi egiz chinar shoxlarida yikan bulbullari changildab sayrishib turadi. Shoirning o'tliq qalbi ko'k to'lg'oqning mungluq ovoziga mabdum bo'ldi-da, chinar tuvida turib qoldi. G'arbga xilila pasayib tushgan quyoshning oltin nuri chinar shoxlari orasidan ko'k to'lg'oqning go'zal qanotini tavlab, uni texmu go'zal ko'rsatdi. Shoir yo'lini davomlashtirib bir oz manganda yana zangar tumshuq oli bo'yin 2 qarlig'ach past uchib kelib, shoirning oldidan bir necha qatim to'g'ri kesib uchib o'tib ketdi. Tabiat qushlarining dal mushu paytda qahramon shoirga bunchalar yirisliq qilishida va uning yo'lini to'sishga intilishida ajoyib bir mo'jizalik sir yoshirinib turadi. Shoir buni bir oz his qildi-yu, lekin uni kutayotgan har qanday yomon taqdir va mudish qismatga pisand qilmay, tuvandagi g'azalni jaronliqda olib, olg'a ketaverdi. "Üz g'ulash tashla, ozodlik dengizni kech. Baturlikni hayron qil, ata va kech. Vatan xalq qayg'usini hammadan a'lo bil, vatan uchun kurashda sen jinondan kech." 22-bob tugadi.